Arenda biznesi bilan shug'ullanadigan akalar uchun o'z xontaxta modellarini taklif qiladi. Bu xontaxta modellarimizga 6 kishilik, 8 kishilik, 10 kishilik avvalni to'rtburchak xontaxtalarimiz kiradi. Bular bilan hozir bir qator tanishtirib chiqamiz. Bu xontaxtamiz 6 kishilik bo'ladi. Eni 75 ga 1.52 razmerda bo'ladi. Profillari juda ham qalin stenada 2,5 birlikdan bo'ladi. Laklariga keladigan bo'lsak, 2 sloy grunt to'pkalari sachilgan, juda ham silliq holatda bo'ladi. Sifatlari juda ham a'lo. 20 ta taklab qo'ysangiz ham turaveradi. Bunimizga keladigan bo'lsak, bunimiz dumaloq, ya'ni 1.50 ga doira qilingan, chetlariga frezalari surilgan, grunt to'pkalari sachib, 2 komponentli laklarimizdan sachilgan. O'zi blisk berib turibdi, yaltirashlarini ko'ryapsizlar. Juda ham sifatli. Taklanganda 8 sm bo'ladi bunisi ham. Xo'p, endi bunisiga keladigan bo'lsak, bunimiz 8 kishilik avvalni xontaxtamiz bo'ladi. Burchaklariga mana bunday bu profil bilan bu profil bir xil bukilgan joylari, bunisi ham 2,5 ga 2,5 profildan bukib, chiroyli tayyorlangan. Laklari juda ham sifatli, frezalar qilingan. Mana busiga keladigan bo'lsak, bunimiz 8 kishilik xontaxtamiz bo'ladi. 1.80 ga 75 bo'ladi razmeri. Frezalari mana ko'rsatamiz. Taxta fanerda betiga ham, tak qismiga ham surilgan bo'ladi frezasi. Bu nimaga kerak deganda, mana bunday qilib xontaxtalarimizni tikkasiga taklaganimizda ostidagi qatlamni ko'chib ketmaydi. O'shaning uchun ikkala tarafiga ham surib beryapmiz frezalar. Yaltirashlarga keladigan bo'lsak, juda ham zo'r. Laklari suvda qolib ketsa ham, yomg'irda qolib ketsa ham hech nima bo'lmaydi. Bu ham taklanganda 8 sm gina bo'ladi. Bunimiz 10 kishilik avvalni xontaxtamiz. Mana buni bitta yig'ilishini ko'rsatamiz mana. Shunday qilasiz. Bunday qilasiz, bunday attiga 8 sm gina bo'ladi. Mana bu joylarga keladigan bo'lsak, mana sifatlari juda ham zo'r. Bu ham 2,5 bu ham bir xilda bukib chiqarilgan. Yuk ko'tarishlariga keladigan bo'lsak, mana o'zim chiqib ko'rsataman. Vaznim 86 kilogramman. Mendaqadan 3 ta 4 tasini bemalol ko'taraveradi mana hammasi. Hamma xontaxtalarimiz ko'taraveradi. Bunday dumaloqlari ham bemalol ko'taradi. Endi mana bu xontaxtaga keladigan bo'lsak, xontaxtani o'zini zakaz qilishgan, arenda biznes bilan shug'ullanadigan akalar. Mana bunday rezinkalarni qo'yib berganmiz. Bu nimaga kerak deganlarga, mana bunday qilib hamma har xil taklaydi. Taklaganda mana hech qachon taxta fanerda qirib qo'ymaydi. Rezinasi taxta fanerda ustiga tushadi. Bularni ham 2,5 birlik profildan qilib berganmiz. Sifatlari juda ham a'lo. Mana bu taxta faneri qanaqa tayyorlanadi laklariga keladigan bo'lsak, bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana bu idishdagimiz grunt to'pka bo'ladi. Ya'ni bu nimaga ishlaydi desangiz, mana bu o'zi silliq holatda bo'ladi. Sepgandan keyin taxta faner tuklar tikka bo'ladi. Bu sepganimiz grunt to'pka bo'ladi. Grunt to'pka bu ozgina qurigandan keyin taxta fanerda tuklari tikka bo'ladi. Ortiqcha hali adir-bidir bo'lganlarni oldin oladi. Mana bu vibrator bo'ladi. Hamma joyi shuna vibratorda najdaklab chiqamiz. Keyingi ishimiz mana bunday 2 komponentli lakimiz bo'ladi. Lakimizdan 2 sloy sepiladi. Shunda juda ham silliq, juda ham chiroyli holatda kelib chiqadi. Mana o'zdan ko'rishlaring mumkin. Sifati ma'qul kelganidan bizga shunaqa 50 dona zakaz qilishgan. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli yig'iladigan xontaxtalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Azit Mebelga aloqaga chiqaverasizlar. Juda ham sifatli qilib tayyorlab beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar ekranda ko'rsatilgan nomerlarga.